Muhtaram prezidentimiz juda katta e'tibor qaratyaptilar mana shu Islom sivilizatsiyasi markaziga. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi nafaqat O'zbekistonda, balki butun musulmon mamlakatlari uchun yagona unikal bir markazga aylanyapti. Bunga o'xshagan loyiha dunyo miqyosida biror bir mamlakatda mavjud emas. Uni umuman yangi O'zbekistonni tarixida mana shu Islom sivilizatsiya markazi bir tarixiy voqeaga, hodisaga aylanyapti. Bu yerda birinchi navbatda O'zbekistonning 3000 yillik tarixi, qadimgi davrlardan boshlab to bugungi davrgacha bo'lgan tarixi avvalambor ilmiy asoslar asosida, qolaversa mana shu illyustrativ materiallar asosida va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilgan holatda juda bir ham ilmiy ham mantiqiy nuqtai nazardan o'z mujassamini topyapti. Ilmiy yo'nalishlardan tashqari Islom sivilizatsiyasi markazida zamonaviy texnologiyalar asosida yangi kutubxona, yangi muzey, ilmiy tadqiqot markazlari ham o'z faoliyatini olib boradi.